Endi Pythonda PyTorch kutubxonasidan foydalanib neyronlarni shug'ullantirishni ko'ramiz. Shug'ullantirish nima? Masalan, bolani kompyuter tepishi forward pass. Siz masalan ota va bola kompyuter o'ynayapti. Ota bolasiga kompyuter tepishni o'rgatyapti. Bola kompyuter tepdi. O'sha bitta forward oldinga o'tish. Ya'ni forward pass. Kompyuter qancha uzoqqa tushdi? U natija va asliyat. Ya'ni qayerga borish kerak edi aslida kompyuter, lekin o'sha qancha masofaga tushdi bu kompyuter, o'sha natija. Bolaga izoh berdi. Qayerga tepish kerakligi haqida feedback berdi. O'sha ortga borish, ya'ni back propagation deyiladi. Keyin o'sha feedback hisobiga bola o'zgardi, ya'ni vaznlarni yangiladi. Jarayon yana takrorlandi. Endi natijaga nisbatan yaqinroq tepadi. Keyin bora-bora bola o'zi o'ynaydigan bo'ladi. Asosiy bosqichlarimiz: modelni aniqlaymiz, yo'qotish funksiyasini aniqlaymiz, optimizer tanlaymiz va asosiy modelni trainingga o'tamiz. Oldinga borish, ya'ni forward, keyin yo'qotishni hisoblaymiz, lossni qiymatini. Keyin ortga borish va parametrlarni yangilash. Va mana shu jarayon nechta epoch bersak, shuncha marta takrorlanadi. Masalan, BNIST ma'lumotlar bazasidagi raqamlarni taniydigan model neyron tarmoqqa shug'ullantirmoqchi bo'lsak, quyidagi amallarni bajaramiz. Kiruvchi qiymatlar bo'ladi. Keyin linearga o'tiladi. Keyin relu, yana linear, relu, linear va natija. Bular haqida gaplashib o'tdik. Model sifatida NN modul, PyTorch ichidagi NN moduldan foydalanamiz. Linear o'rniga PyTorchdagi NN lineardan aktivatsiya funksiyasi sifatida NN reloaddan foydalanamiz. Yo'qotish funksiyasi sifatida bu yerda 0 dan 9 gacha, ya'ni 10 ta klass bo'lyapti. Bu ko'p klasslash muammosi. Shuning uchun NN ichidagi cross entropy loss yo'qotish funksiyasidan foydalanamiz. Optimizer sifatida torchni ichidagi optim modulni ichidagi segada yoki adimdan foydalanamiz. Ma'lumot yuklovchi sifatida data loaderdan foydalanamiz.